Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Mana biz 3-guruh bilan Xudo xohlasa tog' sayohatiga chiqish boshladik. Mana sekin joylashishyapti, asta-sekin hammalari xursand. Klinikani oldidan tark etyapmiz. Bu safar ancha sonimiz ko'p. 3 ta gazelda Xudo xohlasa ketyapmiz. Aloqada o'tiramiz. Hammaga yaxshi kun, yaxshi kayfiyat tilagan holatda sizlaringizga omad tilab qolamiz. Hammaga rahmat. Tog' yonbag'irlariga keldik. Asta-sekin joylashyapti mana. Juda ajoyib joy. Ertosh soyiga keldik. Tog'larda qorlar bor ekan hali. Ajoyib joylar. Havo ham salqin ekan-a? Hamma yo'g'imiz daraxt. Charchab qoldingizmi? Nega oriydi? Charchaysizda. Mashqlarni kamroq qilasiz. Ha. Necha yaxshi bo'lib qolasiz. Ozgina nafas mashqlarini qilamiz. Yaxshi bo'lib qolasizlar. Voy, men borda, qo'ymasam.